Hozirda biz eshik romlar ishlab chiqarish fabrikamizga keldik va bu yerda sizlarni ish jarayonlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qani ketdik. Eshik rom tanlayotganda albatta oynalarga e'tibor berish kerak. Chunki hozir zamon talabi oynalar 2 qavat bo'lyapti. Buni o'rtasi chang va dog' qolib ketmasligi hamda terlab qolmasligini oldini olish kerak. Uning uchun steklopaket holatini quyidagi maxsus stanogimiz orqali bajaramiz. Hozirda mo'yka ishlari davom etmoqda. Maxsus stanogimiz oynagimizni yuvib, dezinfeksiya qilib, tozalab bu tarafga chiqarmoqda. Hozirda oynagimiz tayyor bo'ldi. Bu oynagimiz o'rtasida quyidagi alyumin turkumiga kiruvchi mahsulot bor, ya'ni bu teshiklaridan nam tortib turadi. Buni ichida maxsus selkagel dorisi bo'ladi, buni ichiga solinadi. Bu dori 2 qavatli oynani terlamasligini oldini oladi. Bu yerdagi havo yo'llari namlikni tortib turish vazifasini bajaradi. Tayyor bo'lgan oynagimiz ko'rinishi shu holatda bu maxsus stanok orqali yuvib tozalab, dezinfeksiya qiladi va tozalab shu holatda yopishtiriladi. Chekkasiga esa germetikasini maxsus stanok orqali germetika suriladi. Havo kirmaganligi sababi ichida dog' va terlash natijasi umuman kuzatilmaydi. Navbatdagi stanogimiz termoprofillarini kesish vazifasini bajaradi, ya'ni 2 golovkali 2 taraflama arra chiqadi va bu stanok orqali kesilgan eshik romlar albatta sifatli bo'ladi. Ushbu stanogimiz vazifasi profil, ya'ni termoprofillarni bir-biriga payvandlash, ya'ni chokini bir-biriga yopishtirib berish vazifasini bajaradi. Albatta bunday qayvatli katta stanogimiz sifatga juda ham katta ahamiyati bor. Navbatdagi stanogimiz orqali profillarni, choklarini va bu yerdagi sifat holatini tozalash chizkasi vazifasini bajaradi. Bu stanogimiz orqali plastmassa romlarga zamok hamda двойной открытие holatlarini qo'yish vazifasini bajaradi. Bu orqali samarezlar qotiriladi. Ko'rib turganingizdek, bu oddiy sex emas, katta fabrika. Albatta eshik romlaringizni ishonib topshirishingiz mumkin. Hozirda men sizga kerakli stanoklar haqida ma'lumot berdim. Qo'rqmasdan bizga buyurtma qiling va sizni ishonchingizni albatta oqlaymiz.